Endi tövendeki babda İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh xuftan namozini kechining yarimiga o'qish haqida qanday hukmlar bor bu haqda to'xtalyotdi. Endi Abu Barzatul Aslamiy degan sahoba deydi, Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xuftan namozini kechiktirib o'qishni yaxshi ko'radi degan. Bu Abu Barzatul Aslamiyniki so'zi hamda. Payg'ambarimizniki shu qilmishlariga qarab yakunlanayotganda hamda. Hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu yerda bu shu xuftanning vaqti kechining yarimigacha debla mana jazmi hukm beryapti. Lekin bir qism hadislarniki ro'yiga asosan bir turkum ulamolar masalan Imom Navviyga o'xshash ulamolar xuftan namoziniki vaqtini ta bomdod namozining vaqtigacha tong yorishdan bomdodning vaqti kirishdan burun shu vaqtgacha davom etadi deb qaraganlarmi bo'lgan. Bunun ichida hamda yaqinqi zamon ulamolar ichida Ibn Saymon rahmatullohi alayh Imom Buxoriyniki ko'z qarashini tanlagan. Kechining yarimigacha deb. Kechining yarimigacha xuftanning vaqti bo'ladi. Kechining yarmidan bomdodning vaqtigacha hech qanday namoz, ya'ni xuftanninki vaqti bo'lmaydi. U faqat boshqa namozlarning vaqti deb qaragan. Shunglashqa bir ayol kechining yarimigachilik odat ko'rib, masalan, shu vaqt saqaygan bo'lsa, bu ayolning xuftan o'qishi kechining yarimigachilik oraliqda, ya'ni kechining yarim bo'lishdan burunroq saqaygan bo'lsa odatidan bu ayol xuftan namoz o'qiydi. Ibn Sayminning ko'z qarashi bo'yicha. Navoda kechining yarimidan o'tib, tong atishdan burun saqaygan bo'lsa, bu ayol xuftan namoz o'qimaydi. Lekin jumhur ulamolarining Imom Navviyning ko'z qarashida bu ayol endi xuftan o'qiydi, xuftan vojib bo'ladi. Chunki xuftan namozining vaqtida bu ayol kesildan saqaydi deb qaraydi. Demak bu ixtilofniki bu yerda yakuniy mevsi natijasi mana shu odamda. Hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xuftan namozni ba'zida masalan 3dan 1, ba'zida kechining yarmi degandek qaydlar bilan keltirilganligining o'zi bu yerda shu kechining yarmi degan so'z shu eng kechiktirishninki oxirgi g'oyasi, eng oxirgi chek shu. Hargizmi bu tong yo'rg'uchilik xuftan namozining vaqti so'ziladigan, davomlashadigan ahvol yo'q deb qaragan. Hamda bir qism ulamolarning hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki tövendeki hadisini, masalan, uyquda chekidan oshirayotganlik bo'lmaydi. Bir namozni o'qiyolmabdi bir odam, yana bir namozning vaqti kelguncha shu namozni o'qiy olgan bo'lsa, buni tafrit bo'lmaydi, uyquda chekidan oshirayotgan bo'lmaydi. Chekidan oshirayotganlik degan yana bir namozning vaqti kirguncha oldingi namozni o'qimagan odam rasmiy sal qaragan yoki uyquda chekidan oshirayotgan bo'lgan bir hadis var. Shu hadisga asoslanib turib, namozniki vaqti zanjirsimon bir-biriga ulashib keldi deb qaragan. Shunglashqa bu xuftanni o'qigandan keyin xuftanning vaqti shu bomdodgacha bu oraliqda hech qanday bir o'zika holati yo'q deb qarab, bu qarashni, ya'ni bomdodning vaqtichilik xuftanning vaqti bor degan qarashni yoqlagan jumhuriy ulamolarmi bor. Lekin bu qarashni aniq hadisning ro'yi bo'yicha, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki xuftanning vaqti kechining yarimigachilikdir degan hadisni asos qilib turib, bu bomdodgacha degan qarashni cheklagan, buningga xotim bergan ulamolarmi bor. Ibn Sayminga o'xshash va boshqa bir qism. Xo'sh, eng muhimi hamda o'ziniki musulmonlar o'zining qanoatiga bog'liq ishlar bor hamda. Bu 572 numaralı hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdurrahim el-Muharibi degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishining tarjimasi boshda o'tmagan. Abdurrahim ibn Abdurrahman ibn Muhammad el-Muharibi nomi bilan mashhur. O'z davridagi ishonchli fozil shayx deb qaragan. Imom Abu Davud yaxshi odam, dadisimi bek mazmut hadis ilmida, lekin kasaljan odam degan. İbn Said rahmetullahi alayh bu adam rostchil va ishonchlik odam edi deb ta'riflagan. Demak, bu kishining shu ulamolar orasidagi, hadis ulamolari orasidagi baholari nihoyat yaxshi. Bu kishining masalan Imom Buxoriy, Ibn Majah qatorliq ulamolar, Abu Bakr ibn Abi Shayba qatorliq taniqli muhaddislar hadis rivoyat qilgan 211-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odamniki hamda shu hadis ilmi qo'shgan tuhfas qatorida bir lam hadisi var. Mush hadis. Mush hadisni bayon qilgan. Bu hadisni faqat yani İmam Buxoriy bilan bayon qilgan. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh.
Demek biz şu ravilarni tarjimalığında qarasak bir özümüzge bir ulgu bolsun degan asasda tarjimalni asas qilib maqtuq maktabda. Demişqa degan vaqtda nurg'un ba'zi bir qism muhaddislar necha yuz hadislarni bayon qilgan. Bir qism muhaddislarning birla hadis qilib qolgan. Faqat hammasi o'zining kuchining yetishicha kuchini chiqargan. Demak, bizning qilib qolganda biz faqat kuchimizni chiqarsak, yaxshi niyat bilan bizning qilib qolgan bir sadaqa jariya, yaxshi ish qilib qolsa, umidimiz shu. Mush kishilarniki tarjimalariga qarasak, hammasi bir-biridan esil. Hadis ilmiga tuhf qo'shaman deb, ilmga tuhf qo'shaman deb, kuchining yetishicha iz qoldirib mengotdi bular. Bu kishi deydi hamda bizga Zaida hadis so'zlab bergan edi. Zaida Humaydut Tavildin. Zaida faqat mush odamning ustoziga. Bu ustozi bu ayol emas. Humaydut Tavildin bu kishi Anas ibn Malikdan bayon qilgan. Payg'ambarimiz xuftan namozni kechining yarmiga kechiktirgan dedi bir kun. Anda shu namozni o'qib mundaq degan. Kishilar namoz o'qib bo'ldi, uxlab bo'ldi. Ammo sizlar mushu kutib turgan mushu namozinglarni sizlar mush namozni bo'ldinglar yoki ado qildinglar deb shundoq degan. Yoki bo'lmasa sizlar mushu namozni kutiblam tursanglar navoda, ya'ni sizlar mushu namoz ichida bo'lgandek bo'lasizlar degan ma'noni o'z ichiga olishi mumkin ham. Namozni kutib tursanglar shu namozdagidek, namoz o'qigandek degan mazmunni ma'noni berishi mumkin. İbn Abi Maryam buni ziyodaroq bayon qilib, bizga Yahya ibn Ayyub xabar bergan. Menga Humayd Anasdan anglaganligini so'zlab bergan dedi. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning osh kechisi o'zining nuriga qaragandek qarab turib o'tadi. Hatta Anas shu kechini eslab turib deyapti-da. Rasulullohning shu o'zining paqir qilgan nuriga qaragandek mana turibma deb. Endi men hozir ko'rib turgandek mana qaranglar deb shu sahobalarga nima salaflarga bu gapni deb turibdi. Biz yuqori hadislarda biz shuni his qilsak bo'ldi. İmkon bor xufta namozni yaxshi burun o'qigan yaxshi. Bugungidek bo'lib masalan o'sha qisqanchilik vaqtimiz oz. Bizningki hozir turmush ritmimiz zich bo'layotgan bunday paytlarda xufta namozni birinchi vaqtda o'qib xotirjam rohat aramag'inimiz yaxshi.